Assalomu alaykum, hurmatli futbol muxlislari, futbol ishqibozlari. Mana hozirgi kunlarda 2026-yil Jahon chempionati Amerika, Kanada, Meksikada bo'lib o'tyapti. Unda O'zbekiston mana birinchi o'yinni Kolumbiya bilan uchrashuvda 1-3 mag'lub bo'ldi. Buni ko'pchilik har xil izohlayapti, noto'g'ri fikrlanishyapti. Hurmatli futbol muxlislari, bizda O'zbekiston komandasi mana bu yil endi birinchi marta ishtirok etyapti. Kolumbiya 1962-yilda jahon chempionatiga chiqqan. Bundan 64 yil oldin. 64 yil oldin bizdan 64 yil oldin chiqqan demak. Xullas biz 2 yoshligimizda chiqqan ekan-da Kolumbiya jahon chempionatiga. Buni ustiga 2014 shu yillarning oxirgi yillari muntazam ravishda 5 marta, 4, 6 marta, 5-6 marta jahon chempionatida ishtirok etdi Kolumbiya davlati. Ularda tajriba, hamma narsa bor. Ustiga bularning komandasining hozirgi narxi, reytingi $190 million. Biz O'zbekistonniki $70 million. Orada ham ancha farq bor. $120 million futbol narxi, tan narxi bor o'yinchilarda. Mana narxi. Bunisiga $50 million Abduqodir Husanovning o'ziniki. Qolgan $20 million qolgan futbolistlarga tegishli. Biz o'yinda agar yaxshi nazorat qilgan bo'lsak, ular boshida gol urgunchor qo'rqib turdi O'zbekistondan. Bitta urishda ular bizga hech qancha oradan o'tmasdan turib bitta javob to'pini qaytardik. Qo'llari, yuraklarini ushlab turdi. Yuraklarini mijg'lab turdi qo'lda. Qo'rqib O'zbekistondan. O'zbekistonga ikkinchi golni urdi, vali qo'l tushmayapti. O'zbekistonning harakatini ko'rib, O'zbekistonni yakkama-yakka chiqib o'ynashga turganlarni ko'rib, jonga jon berib, ularni o'yin tartibini tushirib turganlarni ko'rib, muxlislari yuraklarini hovuchlab o'tirdi. Bu birinchi yilda o'ynayotgan O'zbekiston futbolist bolalarini harakati tufayli qilyapti muxlislarni. Oxirgi qo'shimcha taymda 3-golni urdi, ular sal ko'tarinki ruhda bo'ldi. Oxirgi 5 daqiqa xursand bo'ldi xolos futbolistlari, muxlislari. Endi O'zbekistondan mana ko'ryapsizlar qanday bo'ldi. Oddiy misol, mana bir nevaramizmi, o'g'limizmi, o'yinni 15 yil futbol maktabiga bordi, shug'ullandi, yaxshi o'yinlar ko'rsatdi, tanildi. Ancha o'ziga ishonch hosil qildi. Bir terma komanda safiga qo'shib olib borib o'ynatdiki, o'sha o'yinda qandaydir komandasi yutqizib qo'ydi. Kelgandan keyin hech qachon siz o'g'lingiz yo nevarangizni sencha taqilding, sen mana o'ynading, mana o'ynaganda mana bo'lardi deb so'kmaysiz. Chunki farzandingizga, nevarangizga o'g'lim rahmat, nevaram, bu o'yining zo'r. Ular kuchli komanda edi. Ular anchadan beri o'ynab turadi, tajribasi bordi. Seni birinchi o'yining, hijolat qilma, hali nima oldida maqsad, harakatlaring, niyatlaring. Xudo xolisa bulardan ham zo'r bo'lib ketasan deb aytasiz. O'zbekiston ham xuddi shunaqa. Bu bolalarga rahmat. Shunchalik O'zbekiston bayrog'ini ko'tarib, eng yer qit'asidagi chekka joyga borib, o'sha yerda komandalar ichida O'zbekiston bayrog'ini ko'tarib turib, bolalar o'sha o'yinga shu qo'rqmasdan yuragi bilan tushdiki, bu biz uchun eng kutilgan orzu-havaslar. Bolalarning kelajagi bor, harakati bor, charchamayapti bolalar, mana o'ynayapti. Hech qanaqa tushkunlikka tushgan yo'q. 2026-yil mana birinchi marta o'ynayapti. Buni ham to'g'ri tushunaylik bolalarga. Bu mana birinchi o'yin biz uchun sinov o'yin bo'ldi. Ko'rib oldi o'yinchilarni qanaqalik maydon bilan tanishdi, o'yinchilar bilan. U boshqa davlatdagilar boshqachamikin,
qanaqa mana bildi, hammasini ko'rishdi. Xudo xolasa yana gol uramiz, oldingi o'rinlarga chiqamiz. Nasib qilsa, Xudo xolasa kelajakda chempion ham bo'lamiz. Bu bolalarga men hech qanaqa nimam yo'q. Faqat bular olg'a. Faxrlanaman bu futbolistlardan. Barchasiga omad tilaymiz. Mana shuncha Esengi davlatni ichidan hali hech kim bormadi bu yil 2026. Biz O'zbekiston shu yerda bayroqni ko'taribdi. 16-17 davlatni bayrog'i ko'tarilmasdan biz Esengini ichida O'zbekistonniki bitta bo'lib turibdi. Bag'idan ham nima qilib faxrlanaylik. Olg'a O'zbekiston. Salomat bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.